Assalomu alaykum. Qadrdon kanalimiz a'zolari, bugun 21-aprel 2025-yil yana bir laboga chiroyli bo'lgan tuni kashfiyani qilib oldik. Mana laboimiz egalari Farg'ona viloyati Rishton tumanidan kelibdi. Labomiz hamma joylari shimizalatsiya, bortlar ichidan Penaplex, mana bu joylari konteyner taxtalar, pollar qo'yilgan. Bu yerda mana Penaplexlari bor, mana yonlarida turibdi. Hop, Penaplex vazifasi issiq sovuqni orqadan sidinani orqasiga o'tkazmaydi va tunukan tirab turadi. Konteyner poli vazifasi ham shu. Tormozda kelgan yuklar tegadigan bo'lsa, shu narsa ushlab qoladi. Bortlar ichida ham polni aylantirib Penaplex tiqib chiqilgan. Poliga shunaqa silliq holatda bir yoni tangali bo'ladi. Ichlarida jiplari bor. Hop, Toshkent rezinkasidan qo'yiladi. Mana bunaqa sondiqchasi ham bor. Sondiqchasi ham o'rnatdik bu akamiz labosiga. Sondiqcha mana vazifani bajarishni boshladi. Yonlarini loy chachmasiga qo'yib qo'ygan. Endi mana shu loylar xuddi shu holatda o'tmaydi. Shu to'sib qoladi akkumulyatorda. Bu yonidan ham mana zashta qiladi mana bu yonni. Bu qulflanadi ham. Kalitsiz ham ochiladigan varianti bu. Bu alohida sotiladi. Bu rezinkasi ham alohida sotiladi mana. Kanalimiz a'zolari bizda mana eksklyuziv yangi silliq poliga listlar kelgan. 07 listlarmi, 09 listlarmi, 1lik listlarmi, listlar hammasidan xudo xolasa olib kelib qo'yganmiz. Yangi bir qo'l list bo'ladi. Bu ishlab chiqqan list emas. Hop, shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'ida. Svetofor yaqinida 1 soat ichida chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa, mana shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Kamchiliklar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib qo'yinglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.